Zamonaviy o'zbek adabiyotining namoyandalaridan biri bo'lgan Muhammad Yusuf 1954-yilda 26-aprelda Andijon viloyati Marhamat tumanining Quvonch qishlog'ida tavallud topgan. Uning bizgacha yetib kelgan she'riyat dunyosining eng yorqin vakillaridan biri bo'lmish Muhammad Yusuf asarlarini biz hali-haligacha sevib mutolaa qilamiz. Muhammad Yusuf o'zbek xalqining belgili ahimlarining biri bo'lib, u 1924-yili O'zbekistonning Andijon oilasida dunyoga keladi. Muhammad Yusuf wurde am 62. April 1994 im Dorf Quvonch im Bezirk Marhamat der Region Andijan in Usbekistan geboren. War ein bedeutender usbekischer Dichter und eine wichtige Figur der modernen usbekischen Literatur. Tasodiflar yo'q bu dunyoda, uchrashmadik ikkimiz bekor. Allohimning rejalarida o'zang emas, buyuk hikmat bor. Sen qayda-yu, men qayda edim. Go'yo quyosh, go'yo oy ayron. Agar Xudo xohlamaganda bo'larmiding qarshimda paydo? O'tar qancha yillar tuzoni, yulduzlar ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomoni, mehr qilib, muhabbat qilib. Men sizni o'ylayman, shonni saqlab. Ona, sog'insam ham bora olmayman, tunlari charog'im shunday shaharda, hech kimga dardimni ayta olmayman. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Rayhon hidlarin yo'llarimga sep, kut meni har oqshom ko'kka oy chiqqan, faqat yig'lamagin aybim nima deb, aybing onang seni chiroyli tuqqan.